Mana Shavkat aka, ko'chatlarning sifati dahshat. O'sha Peshku limonchilik maktabini ko'chatlari. Mana shu yigitni bo'yi qancha bilmadim, shu bo'yidan qolishmaydi shu yigitni. Qo'yib o'lch. Ha, bo'yidan baland ekan. Demak, bo'ydoq emas degani bu. Mana Shavkat aka, ko'chatlarning eng sifatlarini oldik. Eng sifatlari. O'sha nima deydi? Xo'rozi deydimi? Bank til bilan aytganda atchat deydimi? Shu eng zo'ri mana. Uyaltirmaydigan. Chunki Shavkat akam ham uyalib o'tmasin. Mana. Haqiqatan bo'ying tengi ekan, uka. Ha, bo'yim tengi aka. Ey, qanaqa gaplar Shavkat aka. Ko'chatning zo'ri, cho'ntakning sho'ri. Mana bu hozir olayotganim hatto 30 kilo chiqadi. Shunaqangi katta ko'chat. Chunki bir joyga bir ko'chat yuborilganda uyaltirmaydigan, sifatli bo'lsin deb. Mana shu ko'chat hozir 30 kilolar keladi. Novdalarning qalinligi ham kamida barmoqdek keladi. Mana bo'yi ham 1 metrlik bunaqadan katta. Mana shu yigitning qatdan bo'yi qatori.